Yurtdoshlar, hozir bir yana hamyurtlarimizdan biri bo'lgan Sardorbek Ro'ziyev va Oktagon Ligani erkak janglaridan birida kamarga jang qilgan, biroz sal omad kelmagan. Buni boshlang'ich janglarini va parlament va oxirgi janglari juda muddatdan avval va chiroyli nokaut qilib keladi. 11 va 57 kilogramm vaznda. Sardor aka, avvalambor sizga assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Va Mangu 3-turnirga kelgansiz va jamoadoshingizga adashmasam signal chiqasiz. Xuddi shunday. Va shu Mangu haqida o'zingizni holatingizni aytib o'tsangiz. Mangu turniri juda ham yaxshi ruhda o'tmoqda. Tashkilot ishlari va shu gap bo'lishi mumkin emas. Zalimizdan 3 kishi qatnashyapti. Javohir aka, Amir aka va Firdavs aka 3 kishi qatnashmoqda Mangu 3 turnirida. Hammalariga omad tilaymiz. Kelib yo'llarda turib, sparing partner bo'lib va yana sekundantlik qilib yo'llarda turibmiz. Xudo xolasa chiroyli zo'r zrechni bo'ylab ko'rsatadi o'ylaymiz. Xudo xolasa. Sardor aka, xudo xolasa Oktagon Liga jangchisi hisoblanasiz. Va bu siz tomonidan yana bir yangiliklar kutishimiz mumkinmi? Yana jang qilishimiz bormi ehtimoli? Xudo xohlasa kamarga jang kutyapmiz. Mag'lub bo'lgan raqibimiz Qaysarni kutyapmiz. Agar Qaysar qabul qilsa, yaqinda yana kamarga jang qilamiz. Yo'qsa boshqa bilan kamarga urishamiz. Qaysar atkaz qilsa agar. Biz Qaysarni kutyapmiz. Qaysar qabul qil, jangni qilaylik. Haqiqiy formada biz hozir. Sen ham pik formada, men ham pik formada. Xudo xolasa juda ham yonadigan zo'r jang bo'ladi. O'zi o'sha kamarga jang kechganda Qaysar bilan adashmasam nimadir xatolikka yo'l ketilganmi yoki qanaqa bo'lgan? O'zi bunaqa tugamaslik kerak-da jang adashmasam. Mana o'zlaringiz ko'rgan bo'lsanglar, Vastanavleniyada anchagina sal o'xsadik. Vastanavleniya qila olmadik. Boyda ham, boy davomida ham ko'rdinglar. Ikkinchi raund o'sha organizm atkaz qildi. Boydan oldin ham ancha sog'lig'ida muammolar bo'lgandi. Jangimiz bor, har narsani aytib chiqarmaymiz. Boyimiz o'tdi aytyapmiz. Xudo xolasa keyingi revansh jangi boshqacha bo'ladi agar Qaysar qabul qilsa, duxi yetsa agar. Biz tayyor. Adashmasam bitta jonli efirda kimdir qaysi muxlislar tarafdan sketchlar bo'lgan ekan. Ya'ni Turshol show taymdan taklif kelsa o'shamisiz deganda siz va davay xohlagan любой beraman degansiz. Bunda qanaqa ketadi? Shunaqa primoyimda bir kishi so'rab qoldi, show time bilan o'xshashsin deb. UBSni kuzataman. Men UBSni show media jangchi deb bilaman. Shu sababli men aytganman, ertaga jang qilaman bilan deb. Aqli yetmaydi men bilan ishga. Aqli yetsa любое время. Biz tayyor. Siz ancha tajribali va seriyozli raqiblarga qarshi jang qilgansiz va shunaqa shu Qaysarga shu kamar jangida biroz mag'lub qarajanglar bor, atak yaxshi. Shunday, nasib bo'lsa revansh jangida biz ko'rsatib qo'yamiz darajamiz qanaqaligini. Birinchi jangimizda biz o'z mahoratimizni, o'z kuchimizni to'liq ko'rsatib bera olmadik. Ko'p gapirmayman, revansh jangida nasib bo'lsa ko'rasiz. Bo'lsa Sardor aka vaqtingizni ajratganingizga tashakkur va keyingi janglarda omad tilab qolamiz. Sizlarga ham rahmat, sog' salomat bo'ling.